tinch bo'lsin. Tepada o'tirgan otaxonlarimiz sog' bo'lsin. Biz ham mana shu ro'za kunlarida shu Afsar akamdan bitta sigir oldik. Puldan bular baraka topsinlar, moldan biza baraka topaylik. Shu fermalar to'lib, pastlarga fermalar qurib, to'ldiramiz. Ishlaringiz Mehnat qilib tursa bo'ladi. Sababini men bu sababini ko'p gapiradi-yu. Sababini qilsak, mollaringiz hozir 20 ta bo'lsa 50 ta bo'lib ketsin. Tanjoningiz sog' bo'lsin. Mana onaxonimizni duolari bilan mana shunchalik bo'yasiz. Bola chaqangizga bosh bo'ling. Bola chaqangizga bosh. Shu zangi bo'ammi? O'g'illari sizni qo'llasin. Ular ham chorvador bo'lganlar. Oldin Zangatalilardan hamma qo'rqardi, urush qoldi. Hozir qayerga borsa Zangatalilar duo qiling deb turishadi. Oldin Zangatalilar ishkal bo'lgan. Mana shu yuzlidigilar o'pshandaqa bo'lgan. Nechpulga oldingiz deyman? Ha, menmi? Buni 32 bilan o'yiga yetib boradi-da. 32 millionga xonadonlariga. Buyursinlar, yaxshilikka buyursin. Rahmat. Baraka topsinlar pullarimizdan.